Assalomu alaykum. Do'stlar, salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Biz yana bir klientimiz dushovый kabina qo'yib berdik. Juda go'zal holatda chiqdi. Endi 1.10 bo'yi 2 ideal holatda chiqdi. Lekin bu yerda ish qilgan santexnikalarimiz ham mana siz. Endi 1.10 bu yog'iga 1.60 mikin shunaqa, lekin shuncha joyga hamma yerda joylashtirilgan. Unitaz, rakvina, oyna, tahoratga hamma yoqqa sharoit qilgan. Qoyil lekin kurtchka ham o'rnatildi. Yana kupe ham o'rnatildi. Sizlar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar.